talabalarimizni chekka qishloqlarga yuboraylik. Ota-onalar bunga qanday qarashar ekan? Aytgancha, bildingmi? Bizni o'zi nega yig'ishyapti? Praktika masalasi shekilli. Turli ixtisosliklar bo'yicha kichik guruhlar tuzib yuborishga qaror qildik. Ey, sen so'rashyapti. Domla, dum borlar maqsam? Alo, eshitaman. Qanchaga ekan? 40 kunga. Yaxshi-ku. Nimasi yaxshi? Aytganimdek bo'ldi. Biz boshqa guruhga tushib qoldik. O'zimiz viloyatga borar ekanmiz. Siz-ku o'zingiz viloyatingizga borar ekansiz. Men-chi? Tap hidi bosgan qishloqda nima qilaman? Bunaqasi ketmaydi. Biz bitta guruhda bo'lishimiz kerak. Men bora olmayman. Buni sababi bormi? To'yim bo'lyapti. Gapingizchi nima bo'ldi? 9-guruhimiz ertaga poyezdda safarga jo'naydi. O'qishni bitirishing bilan vazirlikda ishlaysan degandingiz-ku. Qishloqda nima qilaman men? Boshqa yoqqa boramiz? Bilmadim. Balki diskotekaga borarmiz. Menga farqi yo'q. Qalaysan? Qalaysan? O'zingchi? A'lo. Yaxshimisan? Balki ovqatlanarmiz, ha? Sen nima desang shu-da, jo'ra. Sen aytayotgan masalaning yechimini hal qiladigan olim hali tug'ilgan emas. Rost aytyapman. Mana bu kitobda xuddi Ey, Baxti, yozilgan ekan. Bo'lishi mumkin emas. Mana bu biz turgan joy. Mana bu biz boradigan joy. Endi o'lchab ko'ramiz. Voy, Baxtiyor-ku. Xo'sh. Masofani o'lchayver. Masofa ancha-yu. Sen masofani o'lchayver. Men baribir bormayman. Ana eshitdingmi? Rektorning gapini eshitding-ku. Bu amaliyot majburiy. Senlar uchun majburiy, menga esa yo'q. Abdulla, men seni o'zim topib olaman. Yur. Baribir ishonmayman, bo'lishi mumkin emas. Nima deyapsan? Mana bu yerda yozib qo'yibdi-yu. Ey, qo'ysangchi. Malika? Men hech qayerga bormayman. Tinchlikmi? Gapini eshitding-ku, bormayman dedi. Baxtiyor shunchaki gapirdi qo'ydi-da. Ey aziz, u bormayman dedimi? Demak bormaydi. Yur, aziz, kutubxonaga kitoblarni topshiramiz. Спасибо. Ага, приходите. Пожалуйста, возьмите. Я еще попозже зайду. Хорошо. Ваш студенческий билет. Sizda gapim bor edi. Nima gap ekan? Men o'yladim, bir qarorga kelib, men ham boradigan bo'ldim. Ha nima? Toza havo, qir adirlar, sut qatiq. Agar xohlasangiz, sizni o'z mashinamda olib ketaman. Rahmat, ovora bo'lmay qo'ya qoling. O'zingiz bilasiz. Спасибо. Пожалуйста. Вот, принимайте. Давайте. Boraman. Voy, hozirgina bormayman deyotganding-ku? Nima qilibdi? Bormayman degan bo'lsam, endi boraman. Спасибочки. Вот, возьмите. Ketdik. To'xtasangchi, kitobimni topshirib oling. Эх, молодежь, молодежь. Sevmaydi, sevadi, sevmaydi, sevadi, sevmaydi, sevadi.
Ey falak, qilding meni ul mehribonimdan judo. Bulbuli sho'rida yangilir, gulistonimdan judo. Naylayin qilding meni oxir g'arib u notavon, mubtaloyi g'am qilib ko'ksimda jonimdan judo. Qumri yanglig bindalik tavqini bo'ynimga solib, termulib hayron edim. Sarviravonimdan judo. Ah urib qon yig'lasam, ayb aylamang ey do'stlar. Men bo'libman to'tiyo shirin zabonimdan judo. Ha? Senlarga ermay bo'lib qoldimmi? Nega unday deysan, o'rta? Seni darding, meni dardim. Seni muhabbating, meni muhabbatim. A? Yo'q, uzr. Shunchaki qofiyaga tushirdim-da, o'rta. Ha, kullaring, kul. Xo'sh, Malika Diloroming nima deyapti? Bir yerga tushmaganimizdan xafa. Borib dekan bilan gaplashing deyapti. Borib gaplash, biror yering kamayib qoladimi? Qo'ysenchi. Dekan oldiga kirib nima deyman? Meni sevgilim bilan bir yerga yuboring deymanmi? Boshqa yurtga ketmayapsan-ku, o'rta. Xabar olib turasan. Siqilmagin. Xabar olisham gapmi? 2 kundan keyin emaylab yetib keladi. Lekin aytib qo'y. Sevgilingni mahalliy yigitlardan qo'rqlashni o'z bo'ynimizga olamiz. Evaziga 2 ta, yo'q, 4 ta tog'ga borasan. Undan g'am yema. Bizni qishloqda shunaqangi tandir kabob tayyorlashadiki. Bo'ldi gapirma, qo'y gapirma, o'lib qolaman hozir. So'laklarim oqib ketyapti. Haligi yangi yilda olib kelganingdanmi? Ha, o'shandan. Va'dangda tursang bas. Butun qishloq polvonlari yopirilib kelmaydimi? Sevgilingni o'zim ko'kraklarimni qalqon qilib himoya qilaman. Hozir o'lib qolaman. To'g'ri. To'g'ri ustaklaganni shuni ko'tarsang, archani hidi gup etib dimog'ing uriladi. Bay. Archa shoxlarini shundoq, hop, shundoq, hop, shundoq ko'tarsang, tagida qip-qizil qumur pishgan. Shundoq ko'tarsang, seli chak tomib yotibdi. Qani. Bir bo'lagini shundoq qirqib olib tashlasang, chaynasham keragi yo'q. Yutsang bas. Yana bir bo'lagini olib shundoq kesib, shundoq tamatga botirsang, shu yerda berilib ketibding-da. Tamatingga balo bormi? Men shunaqa ish yaxshi ko'raman. Chalg'itma. Yana boshdan boshlaymiz. Demak, bir bo'lagini olib, shunday og'zingga obbo. Bo'ldi, kechki payt ko'rishamiz-a? Bu qiz bir kun kelib, Kozimni jina qilib qo'ymasa bo'lgani. Kozim uzangini berib qo'yadigan bolalardan emas. Eslaringizmi kelgani? Qanaqa ahvolda edi? Lumbullagan, zabardast, to'g'ni ursa talqon qiladigan. Hozirchi ahvoliga qaralaring. Kozim aka desa bas. Dik etib turib olib, vafodor itlardek bo'lib qolgan. Buni muhabbat deydilar, muhabbat. Sen buni qayerdan ham tushunarding? Senlar meni uni tushunmaydi deb o'ylayapsanlarmi? Bu gapni shunchaki aytdim xolos. Shoshmalaring.
ovqat qilmoqchisiz? Bilmadim, tezroq pishadigan ovqat qilaman. Hormanglar. Yaxshimisizlar? Yaxshimisan? Tuzukmisan? Yaxshi. Kurortga boryapman. Yotib olib kitob o'qiyman deb o'ylayapti shekilli. O'qiydi-ya, o'qiydi. Qo'liga bir pudlik ketmon berib qo'ysa, keyin ko'ramiz o'qishini. Qani ketdik. Ha, oshna. Bugun piyoz sho'rvami deyman? Yo'q, makaron sho'rva. Sen ham teskari jinnisan. Kerakli paytda ko'zoynakni taqish o'rniga yechib qo'yasan. Chunki piyozni achchig'i ko'z nuriga davo. Tushunarli. Tekin protsedura degan. Ha, barakalla. Hoppa. Qani oshna? Biznikiga marhamat. Rahmat, rahmat. Hay. Nanay. Kozim, hidini qara, hidini. Hey, o'lgan odam yesa tirilib ketadi. Tirik odam yesa o'larkanda. Sovuq nafas qilma. Nima? Alamingni bizdan olmoqchimisan? Qizingni biz olib borib qishloqda yeb qo'yamizmi? Yeb ko'rchi. Bo'ldi qillaring. Undan ko'ra, mana qo'rima makaron nonlaring. Ol. Qanaqa makaron, o'rtoq? Bu makaron Pavlovskiy-yu? Pavlovskiy? Ha? Bunga go'sht solinadimi? Solinadi. Juda bo'lmasa, tushunga bo'ladimi? Bo'ladi. Seni ovqatingda makarondan bo'lak, unisi ham, bunisi ham yo'q-ku. Demak, bu ovqating nomi Makvaytar. Tarjima qil. Xolitarga yog', un, shakardan bo'lak hech narsa solmaydi, to'g'rimi? Seni ovqatingda ham yog', makaron, tomatdan bo'lak hech narsa yo'q. Demak, bu ovqatingning nomi Makvaytar. Makvaytarmish. Buni rangini qaralaring. Rangini oltinday tovlanib turibdi-ku. Qani, ollaring. Ol. Aytgancha, Abdulla qani? Qani Abdulla? Amaliyotga ketishni bilmagan ekan. Yangi mashina olib qo'ygan ekan tuzatishga. O'shanga ketdi. Qani? Ol. Cho'g'u bor. Cho'g'.
ham shunaqa bo'ladimi? Bunday yo'talib, yo taqillatib kirsang bo'lmaydimi? Seni shu vahima kinolaringchi jonimga tegib ketdi. Axir eshikdan kirib, vannaga kirib, chiqib, dazmol qo'yganimga qancha vaqt o'tdi? Endi bir kamim o'zimni xonamga ham taqillatib kirishim kerakmi? Ola, jahli ham burnini uchida turadi buni. Yaxshiyam boshqa guruhga tushganmiz. Nimasini aytasan? 40 kun bir-birimizni ko'rmasdan mazza qilar ekanmiz-da. Ha, bu ham balki yaxshilikkadir. O'zi aytishadi-ku, dugoningdan bezor bo'lganingdan ko'ra, unga zor bo'lganing yaxshi deb. Ha, aytganday, boradigan joyimizni bildingmi? Har holda uyingga yaqin ekan-a? Uyimga yaqin bo'lgani bilan u yerlarda bo'lmaganman. Aytishlaricha, u yerlar avvallari to'qayzor, qamishzor bo'lgan ekan. Ajinalar g'uj-g'uj, ruhlar, jinlar o'sha yerga makon qurgan ekan. Yana boshladingmi? O'zing so'rading, men javob beryapman. Yoshligimda maktabdan shaharga uyushtirilgan ekskursiyaga ketayotib, qaytayotganimizda o'sha dala taraflarda yalt-yult etayotgan g'alati narsalarni hammamiz ko'rganmiz. Yo'q-e? Ha, ishonaver. O'sha ajinalar yosh chiroyli qizlarni aldab-suldab dala tomonlarga chaqirib olishar ekan. Qo'y-e. Ha, shuning uchun ham meni bu jonim namoz shomdan so'ng ko'chaga chiqma, yong'oqni tagida o'tirma, bir o'zing mozorga borma deb taylar edilar. Bo'ldi. Kech tushishi bilan endi ostona hatlab ko'chaga chiqmayman. Sen ko'chaga chiqmas ekansanmi? Chiqmayman, tamom va salom. Agar sen chiqmasang, ularning o'zlari eshikni taqillatib kirib kelaveradi. Qanaqasiga? Shunaqasiga. Ajinalarning surbetroqlari kech qolgan serka qiyofasiga kirar ekan-da, eshikni taqillatib, o'zi sekin kirib kelar ekan. Keyin sen ham xuddi miyasi aynib qolgan qo'ydek, orqasidan jim ergashib ketaverar ekansan. Bo'ldi qilay Asal. Bilasan-ku, yuragim chatoq. Qaysi biri? Nima qaysi biri? Yuraging ikkita-ku. Nozimjonga atalganimi yoki A'logami? Voy tavba. Bu nima deganing? Bu deganim shuki, ikkita kemaga osilib, g'arq bo'lib ketmagin dugonajon deganim. Bilasanmi? Hamma narsani zapasi bo'lgan yaxshi. Ochig'i boshim qotdi. Ikkovi ham yaxshi yigit. Bir-biridan mehribon. Bir kun kelib birini tanlashim kerakligini bilaman-u. Lekin o'sha paytgacha yurib turaychi. U yog'i bir gap bo'lar. Kim u? Men A'loman. Voy, ana, Xizrni yo'qlasak bo'lar ekan. O'sha serkalarning bittasi eshikni taqillatib turibdi. Voy tavba, nimaga unaqa deysan? Kiravering Alloh aka. Voy. Gulaxon. Salom berdik. Voy, keling. Tuzumisiz, yaxshimisiz? Gulaxon qanlar? Keyingani kirib ketdi. Gula, bo'la qol tezroq. O'tirib tursam bo'ladimi? Bemalol o'tiravering, keling. Men tayyorman. Ketdikmi? Ha. Bu mengami? Ha. Rahmat. Ketdikmi? Ha?
Tashakkur. Ketdik. Xo'p. Shu yerdan ketib qolmaysanmi, o'rtoq? Bormasam bo'lmaydi. Kelasi yilda kattaroq parranda fermasi ochmoqchi bo'lib, zotli tovuqlarning tuxumini ochirgan edim. Hammasi o'latga yo'liqib nobud bo'libdi. Faqat ikkita jo'ja tirik qolibdi. Bilasan, boshimda na otam bor, na onam. Bitta yolg'iz tog'am bor. U ham o'zidan ortmaydi. Jo'jalarimga jiyanim javlon qaraydi. Eshitishimcha, ikkita zotli xo'rozimni mahallaga olib chiqib urushtirayotgan emish. Borib bir quloqdan cho'zib kelmasam bo'lmaydi. Xudo xohlasa, sizlar Samarqandga kutib olaman. U yoqqa birga ketamiz. Rashid Solovich xabari bormi? O'zi ruxsat berdi. Bo'pti. Yaxshi yotib tur, men ertalab bir vaqt ketishim kerak. Mayli, yaxshi yotib tur, o'rtoq. Xo'p, yaxshi tushlar ko'r.
Men baribir bormayman. Men hech qayoqqa bormayman. Men ham boradigan bo'ldim. Toza havo, qir adirlar. Boraman. Agar xohlasangiz, sizni o'z mashinamda olib ketaman. Ket. Voy, to'xtasang-chi. Undan g'am yema. Bizni qishloqda shunaqangi tandir kabob tayyorlashadiki. Yana bir bo'lagini shundoq qirqib, shundoq qilib Tamatga botirsang. Tamatingga bola bormi? Buni muhabbat deydilar, muhabbat. Sen buni qayerdan ham tushunarding? Ketdikmi? Ha. Ikkita zotdor xo'rozni mahallaga olib chiqib urishtirayotganmish. Borib bir quloqni cho'zib kelmasam bo'lmaydi. Gap shu. Bormaysan dedimmi? Bormaysan. Tutgan tagidagi qishloqda pishirib qo'yibdimi sen qizga? Voy, nima qilibdi? Oyi hamma boryapti-ku, bitta men emas. Tushun. Sen hamma emassan. Qishloqlikilab yurgandan ko'ra erga tekkin. Sen qizni erga berib qutulmasam tinchimaydiganga o'xshayman. Kimga? Kimga bo'lardi? Ana, sovchilar qator-qator kelib yotibdi. Uf, oyi, meni nima duch kelgan odamga berib yuboraverasizmi? Nimaga unaqa deysan? Yaxshi qiz mahalladan qolmaydi. Ana qo'shnimiz Aziz. Nimasi yomon? Qilichday yigit. Bechora seni deb o'qishga kirdi. Oyi, nima deyapsiz? Aziz meni do'stim-ku. Hech zamonda yigit bilan qiz ham do'st bo'lar ekanmi? Yigit bilan qizning do'stligi tomoylanguncha deyshadi. Uf, nima? Niyatingiz mendan tezroq qutulishmi, oyi? Bu nima deganing, qizim? Erga tekkan, qari qiz bo'lib qolib ketmagin, baxtingni topgin deymanda. Senga gap uqtirib bo'larmidi o'zi? Sen bola o'zingga ham menga ham muammo yasama. Xudoga shukr. Tanish bilishim, oshna og'aynim yetarli. Nahotki bitta bolamni olib qola olmasam. Dada, qachongacha sizga soya bo'lib yuraman? Sen bola nega unaqa o'zboshimcha bo'lib qolding-a? Yuridik olib kiraman dedim, yo'q deding, indamadim. Sharqshunoslikka olib kiraman dedim, yo'q deding, yana indamadim. O'zim kiraman deding. Bilaman o'sha o'qishga kim uchun kirganingni. Dada, Yo'q, mahkam turmasam, bu millionga o'xshaydi. Dada, hamma mashmasha o'sha tanti qizni bo'lyaptimi, a? Dada, indamasam, to'rva qaltagini ko'targancha qayerdagi Gadoy Tomas joydagi qishloqqa ketmoqchisan. Taqi 2 oyga. Menda nima alaming bormi? 2 oyga emas, dada 40 kunga. Nima farqi bor?
Bormasam bo'lmaydi-da, dada. To'g'ri tushuning. Mana. Sharbatdan iching. Dada. Bormasam bo'lmaydi. Meni to'g'ri tushuning, dadajon. O'zimni jo'jalarim. Ma. O'zimni jo'jalarim. Ma. Voy. Menga qara. Yaqinroq kel. Ha? Kela quloqingdan yaxshilab eshitib ol. Menga qara dedim. Ha? Mana bu ikkita jo'ja. Turk bilan Filippinni chatishgan. Juda noyob. 40 tadan ikkitagina qoldi. O, menga qara. Ha? Yaxshilab tushunib oldingmi? Ha, tushundim. Yozib ham oldim. Ey, eshitishimcha katta xo'rozni mahallaga olib chiqib, men o'qishga ketgan paytimda urushayotgan emishsanmi? Yo'q, urushib turmadim. Yana bir marta eshitsam, quloqingni yulib olaman. Tushundingmi? Qani bor endi chiq. Men bular bilan xayrlashib olay. To'g'rilar bilan ham xayrlashadi. Bularni boqaverib, o'zim bo'lib qolibsiz. Bor. Tez bo'l. Kattalar ishga aralashma. Asallarim, meni asallarim. Voy, meni asallarim. Xurros. Oh, no. Ya? Erkatoy, meni sog'indingmi? Men ham seni sog'indim. Qalisa. Voy, assalom meni. Erkatoyim. Ya? Ha, oshna. Qalisan? Tuymisan? Turibsanmi? Ha, nima qilay endi? O'qishda bo'lsam, seni sog'indim. Sen ham meni sog'indingmi? Qani. Ol. Ol. Voy! Ha? Bor suvotga. Xo'p. Bor tez bo'l. Xo'p dedim-ku. Tez bo'l dedim, bor. Ma, ol. Kitobingni yig'ishtir. Xo'p. Choyingni ich, kech qolasan. Dadasi? Ha. Bo'ldingizmi? Ha, bo'ldim. Xudoyim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana. Shu qilig'ingiz qolmadi-da. Shu sochiqni o'sha yerga ilib chiqsangiz bo'lmaydimi? Odat onasi, odat. Qizing qani? Ana, o'tiribdi, qovog'ini solib. Ketdim. Dadasi? Ha. Kechasi gaplar esingizdan chiqmasin, ha? Xo'p. Voy bu. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom.
voy hali ham shu yerdamisan? Maktabingga bor, kech qolasan. Xayr, dadajon. Xayr, oyijon. Xayr. Yaxshi bor. Ko'zingga qarab ehtiyot bo'lib yurgin. Hop. Yaxshi bor qizim, yaxshi bor. Bizni qizimiz Malika Bonu nimaga qovoqlari solingan, a? O'zimni asal qizim. Arazlari tushib qolsin sizni. Navbat qizim. Ha, jonim. O'zimni asal qizim. Tinchlikmi? Ha, erkalang. O'zi shuni gapga kirmaydigan qaysar qilgan o'zingiz bo'lasiz. Xo'sh, nima gap? Nima shovqin? Jang sokin-u, qon yo'q. Qon. Qizingizni 40 kunga qishloqqa praktikaga jo'natishayotgan ekan. Qiz bolaga qishloqda pishirib qo'yibdimi? Endi qizim, onangni gapi to'g'ri. Qaniydi tezroq to'y qilsak, to'yingda maza qilib o'ynasam, 20 yildan beri shuni orzu qilaman. Voy dod! Nima oyim kechasi bilan qulog'ingizga quyib chiqdilarmi? Meni erga berishi? Qada. Endi haligi nega unaqa deysan qizim? Orzu havaslarimni aytyapman xolos. Menga qolsa bir umr yonimda olib qolardim. Bilasan, seni qanaqa yaxshi ko'raman qizim. Dada, unda nega meni qiynaysizlar? Bu nima deganing? Sadqai ko'zi yoshing. Men qarshi emasman, bo'pti. Voy. Sen nima desang shu bo'ladi. Chin so'zingizmi, dadajon? Chin so'zim, qizim. Voy. Ishonaver. Unday bo'lsa, to'y masalasi qoldiriladi. Hozircha amaliyotga olg'a. Voy. Nima deyapsiz? O'zimni dadajonimdan. Jonim. Menga qara. Ha? Azizam boradimi? Ha, Aziz bilan biz bitta guruhdamiz. Ana? Unday bo'lsa boraver. Bo'pti, men ketdim. Ana onasi birga boradigan hamrohi ham bor ekan. Unga ishonsa bo'ladi. Siz qanaqa otasiz o'zi? Kechasi nimaga kelishgan edik? Qiz bola narsa shundan shunga boradimi? Nima qizingni bo'ri yermidi? Yonida Aziz bo'lsa, ko'nglim sezib turibdi. Sharoiti ham it yotish, mirza turish bo'lsa kerak. Hoppa. Nima esingizdan chiqib qoldimi o'zingiz, ha, onasi? Ha? Siz bilan paxtada topishgandik-ku, ha? Qizingizni dimog'ini ko'taring. Qizingni o'z holiga qo'y. Toza havo. Bu uyda siqilib o'tirgandan ko'ra qishloqni aylanib kelsin. Sut qaymoq degandek, qir, adirlar. Lola qizg'aldoqlar. Ana, hada, juda sog'inib qolsang birga borib ko'rib kelarmiz. O'zi, qizingiz bilan tilingiz bitta sizni. Bilganinglarni qilinglar. Obbo. Assalomu alaykum. Aziz, ke, o'tir. Ke. Assalomu alaykum. Va alaykum. Choy poy ichasanmi? Yo'q, rahmat, choy ichib chiqdim. Shunaqa degan. Demak, amaliyotga, ha? Amaliyotga. Ha, yaxshi. Bo'lmasa, o'g'lim. Endi o'g'lim qatorisan-da, ha? To'g'rimi? Senga endi bitta vazifa o'g'lim. Malikaga o'zing qarab turasan. Kelishdikmi? Kelishdik. Qarab yurgin. Xo'p. O'zing ko'z quloq bo'lib turasan. Xo'p, ha? Xo'p. Mana men.
Men tayyorman. Ey, sen qayoqqa ketyapsan o'zi, ha? Diskotekagami? Yo qishloqqa amaliyotgami? Uf, dadajon. Xudoyim, mayli, bilganingni qil. Yurasiz, ketdik. Toshkent Sirdaryo elektropoyezdini jo'nab ketishi e'lon qilinadi. Elektropoyezd 6-yo'ldan jo'nab ketadi. Объявлено отправление электропоезда Ташкент-Сырдарья. Электропоезд отправляется с 6-го пути. Hurmatli yo'lovchilar, Toshkent Qarshi yo'nalishi bo'yicha Nasaf tezyurar poyezdiga chiqish e'lon qilinadi. Bizsiz hech qayerga ketmaydi. Ikkinchi yo'lda Odil, rahmat sizga. O'zingiz qani? Mana. Bolalarim yig'ilishgandir. Toshkent Qarshi poyezd Sizga og'irlik qilmayaptimi, Asalxon? Yo'q, bunaqa yuklarni ko'taraverib, bu yo'llardan qatnayverib o'rganib ketganman. Bo'la qoling, bo'la qoling. Uka, birinchi vagon shumi? Ha, mana shu. Ha, xo'p. Keling, otaxon, keling. Chiqdi. Qani o'taqa. Rahmat. Chiqing, otaxon, chiqa qoling. Umringda baraka top. Ha, ana. O'rtoqlar, tezroq yuringlar. Kech qolyapmiz. Kech qolsak domla urishadilar. Yuguramiz, urushmaydilar. Og'irlik qilmayaptimi? Yo'q. Bering, o'zim ko'taraman. Yo'q, qo'yavering. Bo'ldi. Joylashdinglarmi? Joylashdik. Xo'p, qolganlar qani? Baxtiy o'zining mashinasida boradi. Xo'sh. Vohid Samarqanddan yo'lga chiqadi. Xo'p. Malika bilan Aziz narsalarni joylashtirishdi. Joylashdinglarmi? Ha. Xo'p, qolganlar qani qolganlar? Birinchi vagon qayerda? Keyingisi. Bu yerdami? Tez bo'la qoling, qizlar. Bolalar. Hey! Biz bu yerdamiz, kelinglar. Tez. Kela qolinglar. Bo'linglar. Assalomu alaykum. Uzr, domlajon. Kechirasiz. Tez chiqinglar. Xo'p. Qani chiqinglar. Qani, bo'la qolinglar. Chiqinglar. Tez. Qani, menga ber, yordamlashib yuboraman. Qani. Qarashmaysanmi? Ber. Qani, yordamlashib bor. Mana ushla.
Qani? Bahodir aka, bular ham bizlardan. Tushundim. Uf, Bahodir aka, qanchadan keyin jo'naymiz? 5 daqiqa. Xudoga shukr. Har holda ulgurib kelishdi bolalar. Xo'sh qalay? Joylashdinglarmi? Namuncha kech qoldilaring? Ko'rdingiz ekanlar-ku. Jamoatdan ko'tarib olsan, nima qilasan? Shuncha narsani. Oziq-ovqatlar domla. Shuncha narsa yo'lda aynib qolmaydimi? Bu tomonda aslo g'am yemay yarash solich. Yo'lda chiqadigan vohidimiz bularni bir o'tishda paqqos tushirishi mumkin. Безотходный производство. Скоростного поезда «Насар» Ташкент-Карши. Пассажиров просим занять свои места. Elektron bo'la qolinglar. Ketdik. Yuring. Ketdik. Malika, qo'lingni ber. Marhamat. Chiqa qolinglar tez. Kelyapsanmi? Bo'la qol. Tezroq. Mana Bahodir aka, 9-guruhimiz ham shay. Endi poyezdingizni haydasangiz ham bo'laveradi. Qani, olg'a. Sen qizni erga berib qutulmasam, qutulmaydiganga o'xshayman. Kimga? Ana qo'shnimiz Aziz. Nimasi yomon?
Hamma mashmasha o'sha tantiq qizni bo'lyaptimi, a? Dada, qani bor endi chiq. Men bular bilan xayrlashib olay. Tog'lar bilan ham xayrlashadimi? Bularni boqaverib, o'zingiz ham bo'lib qolibsiz-a? Qani edi tezroq to'y qilsak. To'yingda mazza qilib o'ynasam. Voy dod! Nima oyim kechasi bilan qulog'ingizga quyib chiqdilarmi? Meni erga berishni? Malikaga o'zing qarab turasan. Kelishdikmi? Men tayyorman. Ey. Sen qayoqqa ketyapsan o'zi? Diskotekagami? Yo qishloqqa amaliyotgami? O'rtoqlar, tezroq yuringlar. Qolganlar qani qolganlar? Uf, Bahodir aka, qanchadan keyin jo'naymiz? 5 daqiqa. Xudoga shukr. Har holda ulgurib kelishdi bolalar. Xo'sh qalay? Joylashdinglarmi? Yo'lda chiqadigan vaqtimiz bularni bir o'tirishda paqqos tushirishi mumkin. Mana Bahodir aka, 9-guruhimiz ham shay. Endi poyezdingizni haydasangiz ham bo'laveradi. Qani, olg'a. Voy, ana uni qaragin. Voy, zo'r ekan. Joylashdikmi? Ha, rahmat Ha, o'g'lim. joylashdik. Yaxshi. Mana bu paketda nima ekan? Ha, konfetlar ekan. Yaxshi. Qornim ham o'lgudek ochib ketdi. Noi, Malikani chaqir, choy ichib olsin. Hozir. Malika. Ke choy ichamiz. Xo'p, hozir. Hozir keladi. Qayerda eding? Yo'lakda. Buni keyinroq ochamiz. Qani olinglar qizlar. Mana oila. Choy. Rahmat. Mana asal. Olinglar. Qani olinglar. Senchi? Menmi? Yo'q, men choy ichaman. Diyetadaman. Ha. Semirib ketishdan. Ha, semirib ketishdan qo'rqadi. Zerikmadinglarmi? Shuncha ovqat yeysizlarmi? Mana otaxon choy. Barakalla qizim, barakalla. Qani bolam, choy ichasanmi? Yo'q, ichmayman, buva. Sizchi o'g'lim? Rahmat ota, ichmayman. Voy. Voy, bolla, Baxti. Bolla, Baxti, tezroq bizga yetibdi. Baxtiyor. Sizlarni borguncha biza kesib chiqamiz. To'g'ri aytasan.
Hurmatli yo'lovchilar, Toshkent Qarshi tezyurar Nasaf poyezdi yetib keldi. Poyezd ikkinchi yo'lda turibdi. Уважаемые пассажиры, прибыл скоростной поезд Насaf по маршруту Ташкент-Карши. Hali ham kelmadimi? Поезд стоит на втором пути. Стоянка поезда 15 минут. Поезд 15 daqiqa turadi. Xo'sh, bu yoq tomonda yo'q. Balkim bu yoqdan kelib qolar, domla. Bu qanaqa gap a? Hali manzilga yetib olmasdan chipi. Domla siqilmang. Hali poyezd ketishiga 10 daqiqa bor. To'g'ri aytyapti. Hada, domla. Xavotir olishga arzimaydi. Уважаемые пассажиры, до отправления скоростного поезда Насaf по маршруту Ташкент-Карши остается 5 kelyapti. минут. Hey! Domla kelyapti. Vaqt tezroq. Kela qolsang tezroq yugurmaysanmi? Vaqt. yugurmaysanmi? Tezki. Yo'q vaqt. Yaxshimisan? Hamma shu yerdami? Baxtliroq kelsang o'ylasanmi? Hamma seni kutib turibdi. Aksiga olib avtobusning baloni yorilib ketsa Tez yursang-chi. Nima, tushlikmi? Eshitadiganingni eshitasan. Assalomu alaykum domla. Xush kelibsiz. Shu yoqqami? Xo'p bo'ldi. Xo'p. Ketdik. Yur tez chiq. Qoldi. Ha? Tez. Bo'laqa. Qimirlasang-chi. Shunaqa. Assalomu alaykum otaxon. Va alaykum assalom. Keling uka, keling. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Barakalla. Qayerga joylasam ekan? Xo'sh. Ma. Bir tabaka xo'rlik qilar ekanmiz-da. Qanaqa tabaka? Ko'rpa bu. Vaqt chustga pichoq ko'tarib ketadigan soddalardan emas. Nima? Qishloqqa borsam, ko'rpa to'shaksiz qolaman deb o'yladingmi? Kerakli yukka og'iri yo'q. Bor, xonangga bor. Bu nima qilganing? Otaxon, sog'liqlaringiz yaxshimi? Seni. Bola chaqalar, qozon tovoq, qishloq yaxshimi? Endi bir naviy uka, yaxshi, yomon emas. Sizlar talabamisizlar, a? Ha, talabamiz otaxon, talabamiz. Otaxon. Ha. Bizga o'xshagan bitta daroz talaba bir kuni mana shunaqa poyezdda quyon bo'lib ketayotsa, oshidan gurs etib yiqilib tushib hushidan ketibdi. Sizga o'xshagan oppoq soqolli chol borib, "Qo'y yordam beringlar, yordam beringlar, suv beringlar." Suv desa, haligi talaba kallasini arang ko'tarib, "Ozgina non ham beringlar" dermish. Yana yangisi otaxon. Xo'sh. Bir kun 3 ta pashak ko'rishib qopti-da. Bittasi semiz, ikkinchisi o'rtacha, uchinchisi arimushda. Haligi semizsiz gap boshlab qopti. Men akademik uyda yashayman. Men akademikni ovqatini ustidan uchib o'tsam bo'ldi. Kosa-posas bilan uloqtirib debdi. Ikkinchisi, men domlani uyda yashayman. Shu ovqatiga tushib ketsam bo'ldi. Bir qoshiq olib chekkiga sepib yuboradi. Nasibamni terib yeb yuraman debdi. Uchinchisi arang to'zib ketgani. Men talabalar yotoqxonasida yashayman. Talabalar 3 kunda bir marta ovqat qiladi. Ovqatiga arang tushib olsam, shuni suzib olib, yalab, yulqab, so'rib otir yuboradi.
Bechorani qorni och ekanda, ha? Yemadi. So'rama. Omma shundagalar chaqiring o'sha pashayizni. Mendek bir oddiy pensionerni dasturxonni ham bir ko'rib qo'ysinchi. Uka, siz ana paketini oling. Siz stolni to'g'rilang. Qani? Mana. Bismillahirrahmanirrahim. Qani. Mana. Ana. Oo! Voy canım. Voy otaxon. Men bu jonivorlarni hidini bir chaqirim naridan bilganman otaxon. Qani? Yo'q. Qani otaxon? Oling. Boshlang. Qani? Boshlab bering. Qani? Voy jonivorlarim ey. Qani? Boshlab qoling otaxon. Qani talaba uka, mana shu taomni bir bo'lib tashangchi. Xo'p, inim, siz yuqoridagi tugundan nonni oling. Xo'p. Ha, ana. Barakalla. Qani. Ey yashaylar. Kamtarsiz otaxon, kamtarsiz. Ha? Shohona dasturxonni yasatib qo'yib yana ol uka, ol. Uyga ketyapsizmi otaxon? Yo to'ygami? Ha, uyga bolam, uyga. Mana otaxon. Rahmat. O'zinglar olinglar. Xo'sh bo'lsin. Olinglar. Rahmat. Kamtarsiz otaxon, kamtarsiz. Shohona taomdan mana bu yerga dasturxon yozib, yana oddiygina pensionerman deysiz ota. Mauka. Rahmat. Ol ich. Ol. Olyapman-ku. Tortmay ol. Olyapman-ku. Ol. Katta ol. Akangni zamonida uyalmay ye. Sen ham ol uka. Hop. Sen ham kattalar davrasiga qo'shilib bemalol olaver. Ol uka. Otaxon, bu deyman narsalarga qarab turib xulosa chiqarsa, siz shahardan qishloqqa shipshidan bo'lib ketayotgan emas, qishloqdan shaharga dasturxonni to'ldirib ketayotgan odamga o'xshaysiz.
har bir baxtiyor ashulani zo'r aytadi. To'g'rimi? To'g'ri. Buva, bu bug'doymi? Ha, bug'doy bolam. Rizq ro'zimiz. Kechirasiz. Yenam. Soat necha bo'ldi? 10:30. Ha. Manzilimizga yetishga 2 soat vaqt qoldi. Ota, Labbay, bir narsa so'rasam maylimi? so'rang. Pensionerman deysiz-u, hech pensionerga o'xshamaysiz. Kim ekkanman bo'lmasa? Bilmadim. Ammo yangisi keldi ota. Bir qishloqlik shaharga tashiyverib, shaharliklarni mehmon qilaverib, qishloqda ham shaharliklarni mehmon qilaverib, oxiri shunday degan ekan. Biz tuxummiz, sizlar tosh. Toshni tuxumga ursang ham tuxum sinadi, tuxumni toshga ursang ham. Ya'ni kim men shaharga borsam ham eriyman, sizlar qishloqqa kelsalaring ham men eriyman dermish. Bemalol gapiravering ota. Meni kattam shaharda qandaydir tabaka pishiradigan joyda ishlaydi. Qishloqqa oyda bir kelsa keladi, kelmasa yo'q. Shuning uchun ataylab borib, qishloqqa qayt. Bolalaringga egalik qil desam, 5 so'm jamg'arib, keyin birato'la boraman deb bahona qiladi zang'ar. Uni otasimi? Ha, shuni dadasi. Bu desam bu deydi, bu desam bu deydi. Xullas aytganda turib oladi. Chindan ham jahlim chiqqanini bilib, men bolalarimga pul jo'natib turibman-ku deydi. Lekin bolalariga pul kerak emas, ota kerak, ota. Ha, ota kerak. Lekin shu otaning cho'ntagida uncha-muncha quruqdan bo'lsa, yomon bo'lmasdi ota. Ha. Lekin ota, o'g'lingiz osh pishirishni juda boplar ekan. Gap yo'q. Ha. U hamma taomlarni yaxshi tayyorlaydi. Qo'li guluni.
Nima bo'ldi? Yomon tush ko'rding shekilli. Men hozir. Mana uni ichib ol. Ich. Rahmat. Yonboshlar yot. Bo'lmasa yana bosin qilaysan. Yo'q. Uyqum qochdi. Buni ustiga tong ham otib qoldi shekilli. Hali vaqtli-ku. Bugun juda ham qiladigan ishlarim ko'p. Bugun Toshkentdan mehmonlar kelish kerak. Shularni kutib olishim kerak. Hokim ularni qarovini menga topshirgan. Ana, yetib keldik. Hurmatli yo'lovchilar, Toshkent Qarshi yo'nalishi bo'yicha tezyurar nasaf poyezdi Qani talabalar, tezroq chiqa qolinglar. Malika shu yerda, Asal shu yerda, Noila ham tushdi. Qani Odil, bo'la qol tezroq. Xo'sh, sumkani olib chetroq qo'y deyapman. Yo'lni to'sib qo'yding axir. O't tezroq. Bahodir aka, Nilufarxon, sizlarga katta rahmat. Xizmatinglarga endi rozi bo'lasizlar. Bo'pti. Yaxshi qolinglar. Rahmat. Mayli, yaxshi bo'ling. Xo'p, mayli. O'tda yonmas, suvda cho'kmas talabalar. Olg'a, ketdik. Olg'a. Vohid, qari tushib qoladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Men hokimiyatdanman. Shundaymi? Kutib olgani chiqdim. Men assalomu alaykum. Juda yaxshi. Rashid Soliyev. Mashinalar tayyor. Mana bu talabalar. Mana shu mashinalar bizlar uchunmi? Albatta, qani. Yaxshi. Qani bolalar? Yo'lashinglar. Bera qoling. Men yordam beraman. Qizlar, yura qoling. Bu yoqdan chiqa qol. Qani oching. Qani, sumkangizni bering. Ustiga qo'y. Mana buni ham.